Oktyabr uy bozoriga kelganmiz. Mana uy bozoridagi holat ko'rishlaringiz mumkin. Odam gavjum. Bizni kuzatib turing, arzon va yaxshi variantlarni qo'yib boramiz. Chilonzorda bitta yaxshi variantini sotib qo'yayotgan ekan. Chilonzor 19-kvartal, 2 xona, 4/4, remonti o'rta holatda ekan, kirib yashasa bo'ladi. Buni arendaga qo'ysa necha pulga qo'ysa bo'ladi? Bilmadim, 300-400 ga qo'ysa bo'ladi. 2 xona. 2 xona. 97 xona qilinganda. 97lik kodlar 313-68 aloqaga chiqinglar. Ya'ni o'tib beradigan joyi bo'ladimi? Buni necha pul deyapsiz o'zi narxi? 9,5 bo'ladi. 49,5 ga berib yurar ekan. Yana ustida savdosini bo'lsa, kelishadigan joyi bormi ozgina? Yaxshi kelishgan ukam bundan uy olmoqchiman. Ha, bo'ldi. Ozgina pul kerak. Mana borib savdosini qilinglar. Arzon yaxshi variant ekan. Sergeli Xonobod Beruniy mahallasida 2 etajli kottejimiz sotib qo'yilayotgan ekan. 4 xona, 2 ta sanuzel, mashina va tapchanga joy bor ekan. Narxini necha pul deyapsiz aka? O'chirib qo'ysiz? 90 deyapmiz. Kelishtirib beramiz. $90,000 deb narx qo'yib turibdi ekan. Yana joyida borsanglar o'tib beradigan joyi bo'ladi. Mana pastda egalar nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Mana yangi uy bu, kottej. Yangi uy, hech kim yashamagan. Mana ichlarida mana narsalar ham bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bosaveradigan joyi ekan. Mebel texnikalari bilan. Mana bitta arzon variantimiz sotib qo'yilayotgan ekan. Nazarbek ittifoqda 2 xona 2-etaj 50 kvadrat. Uy remonti yangi remont ekan, iliq to'pli pol qilingan, narxi 29,900. O'tadigan joyi bormi? Yo'q. Taqilgani mana shu ekan. Telefon qilinglar, mana pastda egalar nomerlari. Uyning mana ko'rinishlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Telefon qilsanglar yana ma'lumotni olasiz. Ikkinchi etaj sotildi, birinchi etaji bor. Birinchi etaj, ikkinchi etaj sotildimi? Ikkinchi etaj sotilgan ekan, birinchi etaji bor ekan. Kvadrat xuddi shunaqami? Xuddi shunaqa bir xil. Ha, bo'ldi. Telefon qilinglar mana. Remontlari ham bir xil. Kavralan solingan. Ha, kavralan solingan. Hisob qo'yilgan, o'tda rasmda yo'q. Bo'ldi. Aloqaga chiqinglar, gaplashasizlar yana. Mana yana bitta yaxshi variantni sotib qo'yilyapti ekan. Sergeli tumani Xonobodda 2 xona 1-etaj, 2 etajga dom ekan. Pishgan ishdan qilingan 52 kvadrat. Hovlisi ham bor ekan. Arentir 11-metr bekati. Katta uyga keng kafil qilingan ekan. Narxi 42 ming ekan. Mana sanuzlari keng kafil qilingan. Pollari nima buni hozir? Santexnik ishlari bitgan. Poli nima bu? To'pli pol hamma yog'i. To'pli pol ekan. Koridorlari ham, laminat bormi bunda? Laminat qilinganmi? Laminat yo'q. Nima bor hozir? Shu holatida. Steshka bu. Steshka qilingan. Bu yopishtirib qo'yilgan ekan. Akfaronlar. Mana aloqaga chiqinglar. To'lovlari ham oqlangan. Mana bitta yana yaxshi variantni sotib qilayotgan ekan. Algoritm Ishonguzarda 3 xona, 3-etaj, 5-etaj kaldom. Kvadrati 80 kvadrat ekan. Bu narxi necha pul deyapmiz aka? Narxi 78. 78 ming ekan. O'tadigan joyi bo'ladimi? Yana ustida gaplashsa, borib ko'rsa. Endi mayli taqilgan 77,5 500 o'tib beraman. Mana aloqaga chiqinglar. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Mana uyning ko'rinishi, fasadi, o'zi mana ichkarilari mana yaxshi remont qilingan ekan. Poli nima aka buni? Laminatmi? Laminat. Laminat qilingan ekan. Hamma narsasi tayyor ekan mana. Hamma narsa sanuzlari mana ko'rishingiz mumkin. Spannigi, zali, kuxnyasi mana bosib o'radigan joyi ekan. Bitta bir xonali uyimiz mana Yashnobod tumanidan sotib qo'yilayotgan ekan. Izzat ko'chasida Novostroyga 1 xona 1-etaj, 8 etaj kali, 33 metr kvadrat. Yana pelis balkoni ham bor ekan va 3 kvadrat 1,20 ga 3 balkon, yangi remont, narxi 39 ming ekan. Kiradigan, yashaydigan, buni ozgina o'tadigan joyi bo'ladimi? Ustida gaplashamiz. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Bir xonalik mana 1-etajdan mana g'ishli domdan 2 etaj domdan ekan. Arentir selxozning ustida g'ishli dom. Narxi $33,000 ekan. Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Mana bitta uchastkamiz rasprodaja narxida sotuvga qo'yilyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Toshkent viloyati Zangiota tumani. Bo'zsuv madaniyatda ekan. 4 sotix narxi общий bu. 4 sotixning narxi $25,000. 6 xonaga yangi fundament ham bor ekan. Mana pastda egalar nomerlari, aloqaga chiqinglar. Juda arzon variant ekan. Bu 4 sotixning narxi 25 ming. Sergeli Yangi Choshtepada 3 xonali uyimiz sotib qo'yilayotgan ekan. 6-etaj, 7 etaj dom. 74 4 metr kvadrat, 72,5 kvadrat ekan. Pelis 3 balkoni bor ekan. Bizning uylar anaqasidan ekan, bu Sergeli. Bizning uylar 1-metrga 400 metr. $3,000 arzoniga срочный pul zarur bo'lgani uchun $3,000 arzoniga berib yuborayotgan ekan. Narxi 69,900. Yana ozgina o'tiladigan joy bo'ladimi?
o'tadigan joyi bormi yo taqilgani shumi? Bir yuz o'tib beradi, 69,5 ga beramiz. 69,5 ga mana ko'rishlaring mumkin. arzon Ko'rib turgan narsalaring hammasi mana qilib mebel texnikalaring qolar ekan, tushtirishda sotilar ekan. Narxi stoyt. Sergelidan uy qidirayotgan obunachilarimiz uchun mana yana bitta yaxshi variantimiz. Sergeli 7 da 4 metrogacha qancha? 4-metro bekat ekan. 400 metr. Taxminan 400 metr atrofida ekan, 3 xonali 59 kvadrat. Razdelni tak remonti yangi ekan, narxi $63,900. Mana ko'rishlaring mumkin remontlarni ham. Top-toza remont, mana gilamlar to'shalgan palaslar. $450 ga arendator ham bor ekan. Arenda turganlar bor ekan. Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Bektemir tumanidan yaxshi bitta kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. 0,7 sotixlik. Tak 3 xonali 70 kvadrat ekan, tayyor remontli. Srochni arzon narxga berib yuboryapti ekan. Mana narxini ko'rishlaring mumkin, $36,500. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Nech pulga bitadi? Bitadigan joyi bor. 36 larga bitadimi? 36 dan ham yamlashiramiz pastiga. Mana pastda egalar nomerlari bor. Telefon qilinglar, o'tadigan joyi bor ekan.